Davom etamiz. Oila inson uchun eng muqaddas dargoh, tinchlik va mehr maskani bo'lishi kerak. Ammo ba'zida bir zumlik g'azab yoki yechimini topmagan nizo butun hayotni ostin-ustun qilib yuborishi mumkin. Farg'ona viloyatida ro'y bergan voqea ham shunday fojiali yakun topdi. Ya'ni oilaviy mojaro vaqtida erkak o'z ayolini bo'g'ib o'ldirdi. Dahshatlisi, u jinoyatini yashirish uchun turmush o'rtog'ini osib, uni o'z joniga qasd qilgan deya hammani ishontiradi. Ammo oradan vaqt o'tib, marhumning qabri qayta ochilgach, haqiqat yuzaga chiqdi. Bu o'z joniga qasd qilish emas, sovuqqonlik bilan sodir etilgan qotillik edi. Farg'ona viloyati Toshloq tumanining Chek mahallasi Navbahor ko'chasidagi xonadonlardan biri. Mazkur uy ichida oila bekasi to'satdan vafot etgani haqidagi xabarlar tong saharda uning ota-onasi va yaqinlariga yetkazildi. Holatdan xabar topganlarga esa ayol bir necha oydan buyon o'zini yomon his qilgani va o'sha tunda ham uxlagan vaqtda o'z joniga qasd qilgani aytiladi. Tong, hali odamlar aytarli uyg'onib ulgurmagan. Qisqa muddatda ikki tomon er va ayolning oila a'zolari bu voqeani odamlardan yashirish rejasini tuzishadi. Marhumaning oilasiga ham qudandali bo'lay deb turgan qizi o'zini osib o'ldirdi degan ma'lumot kerak emasdi. Bahona ham topildi. Ular dafn marosimiga kelgan odamlarga ayolning tunda kutilmaganda qon bosimi tushib ketishi natijasida vafot etganiga ishontirishadi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra sudlangan er xotini bilan uy-joy bilan bog'liq masalada bir necha kun davomida janjallashib kelgan. Voqea kechki soat 21larda boshlangan mojarodan so'ng sodir bo'lgan. Tong otish arafasida g'azabini jilovlay olmagan er uxlab yotgan ayolini mato yordamida bo'g'ib o'ldiradi. Dadam bilan qizimni yugurib chiqishdi. Qani, ular uyda yuvib berdim dedi. Dadam o'soqxonaga o'tirib oldi. Ikki farzandning onasi bo'lgan marhumaning dafn marosimi esa imi-jimida hech qanday hujjatlarsiz o'tdi ham. Ammo marhumaning singlisi opasining vafoti haqidagi pochchasining poyma-poy gap so'zlaridan shubhalana boshlaydi va o'lim haqiqatini aniqlash masalasida tuman prokuraturasiga murojaat qiladi. Qabr qayta ochilib, murda eksgumatsiya qilinganida esa ayolning o'limida qotillik alomatlari borligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat esa jinoyat ishlari bo'yicha Toshloq tuman sudida ko'rildi. Qotil erga esa uzoq yillik qamoq bilan bog'liq jazo tayinlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshloq tuman sudining hukmi bilan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismining V bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga ushbu modda bilan 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilandi. Sud jarayonida shuningdek voqea bu darajaga yetib kelishiga sababchi bo'lganlarga ham qonuniy choralar ko'rildi. Shu o'rinda oila muqaddas qo'rg'on ekanligini, hech qachon tilga zo'r berish, jahli orqali muammoni hal qilib bo'lmasligini aslo unutmang. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun.